Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim xabarni tushunarli qilib izohlab bermoqchiman. Barcha uchun pensiyani oshirish bo'yicha qaror qabul qilindi va bu masala yakuniy ko'rinishga keldi. Bu ma'lumot faqat bugun pensiya olayotganlar uchun emas, balki ertaga pensiyaga chiqadiganlar, ota-onasi pensiyada bo'lganlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar va ijtimoiy nafaqa oluvchilar uchun ham juda muhim. Chunki pensiya oshishi degani faqat oylik pul biroz ko'payadi degani emas. Bu dorixona xarajatlari, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat. Qarindosh urug' oldidagi majburiyatlar, kredit yoki qarzlarni yopish kundalik hayot sifati bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun kimga qancha ta'sir qilishi, kimlar qo'shimcha pul olishi, kimlar hujjatlarini tekshirishi kerakligi, qaysi xatolar tufayli odamlar pulidan ayrilib qolishi mumkinligini batafsil tushuntiraman. Agar siz pensiya, nafaqa, ish staji, indeksatsiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha aniq va oddiy tilda ma'lumot olishni istasangiz, hozirroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday qarorlar chiqqanda eng katta muammo shundaki, odamlar vaqtida xabardor bo'lmaydi, keyin esa o'z haqqini talab qilishga kechikadi. Men avvalo eng asosiy masalani tushuntirib olay. Pensiya tizimida odatda ikki xil o'zgarish bo'ladi. Birinchisi pensiya miqdorini oshirish. Ya'ni amaldagi pensiyalarga belgilangan foiz yoki miqdorda qo'shimcha qo'shish. Ikkinchisi pensiyani hisoblash tartibini o'zgartirish, masalan, eng kam pensiya miqdori, bazaviy hisoblash me'yorlari. Ish staji uchun qo'shimchalar yoki imtiyozli davrlarni hisobga olish qoidalari yangilanishi mumkin. Avvallari ko'pchilik pensionerlar bir xil savol bilan murojaat qilardi. Nega qo'shnimning pensiyasi oshdi? Menikisi kamroq oshdi. Nega bir xil yoshda bo'lsa ham men kam olaman? Nega qaror chiqqan bo'lsa ham kartamga hali tushmadi? Bu savollarning sababi shundaki, pensiya hamma uchun bir xil summa emas. U insonning ish staji, oldingi ish haqi, pensiya turi, nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik holati, qonuniy imtiyozlari va ayrim hollarda qayta hisob-kitob natijasiga bog'liq bo'ladi. Endi o'zgarish nimada? Asosiy yangilik shuki, pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar oshirilishi bo'yicha qaror yakuniy qabul qilingan bo'lsa, bu davlat organlari uchun bajarilishi majburiy bo'lgan hujjat hisoblanadi. Ya'ni bu endi shunchaki va'da yoki muhokama emas, balki ijro qilinadigan tartib. Pensionerlar uchun eng muhim tomoni, oshirilgan miqdor belgilangan sanadan boshlab hisoblanishi kerak. Agar texnik sabab bilan to'lov kechiksa, keyingi to'lovda farqi qo'shib berilishi kerak. Masalan, agar oshirish 3-sanadan kuchga kirsa, pensioner esa kartasiga eski miqdorni olsa, bu darhol meni aldashdi degani emas. Ba'zan bank tizimi, pensiya jamg'armasi bazasi, hududiy bo'limlar o'rtasida ma'lumot almashinuvi vaqt oladi. Lekin asosiy qoida shuki, belgilangan sanadan keyingi farq yo'qolib ketmasligi kerak. Men doim aytaman, pensioner eng avvalo to'lovni kuzatishi, oldingi oy va yangi oy summasini solishtirishi, tushmagan farq bo'lsa, ariza bilan murojaat qilishi kerak. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Bu oshirish kimlarga tegishli? Odatda bunday qarorlar yoshga doir pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, ayrim ijtimoiy nafaqa oluvchilar va qonunda ko'rsatilgan boshqa toifalarga taalluqli bo'ladi. Ammo har bir toifa bo'yicha o'sish miqdori bir xil bo'lmasligi mumkin. Birinchi toifa yoshga doir pensiya oluvchilar. Bu eng katta guruh. Agar inson belgilangan yoshga yetib, yetarli ish stajiga ega bo'lib pensiyaga chiqqan bo'lsa, uning pensiyasi avtomatik ravishda oshirilishi kerak. Bu yerda ko'pchilikka ariza yozish shart bo'lmaydi. Lekin shuni unutmang. Agar sizning pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, eski ish stajingiz kiritilmagan bo'lsa, arxiv hujjatlari topilmagani uchun kam hisoblangan bo'lsa, oshirish ham o'sha kam baza ustidan bo'lishi mumkin. Shuning uchun oshirish kelgani bilan muammo butunlay hal bo'ldi deb o'ylamaslik kerak. Masalan, Abdulla aka 35 yil ishlagan. Lekin pensiyaga chiqayotganida uning 1990 yillardagi 6 yil ish staji arxivdan topilmagani uchun hisobga olinmagan. Natijada u 29 yil staj bilan pensiya olmoqda. Endi pensiya oshirilsa, uning summasi albatta ko'payadi. Lekin 35 yil staj hisobga olinganda olishi mumkin bo'lgan miqdorga yetmasligi mumkin. Demak, Abdulla aka uchun asosiy vazifa faqat oshgan summani kutish emas, balki eski ish joyi, arxiv, mehnat daftarchasi, buyruqlar nusxasi yoki guvohlik hujjatlari orqali stajni tiklashdir. Ikkinchi toifa, eng kam pensiya atrofida pensiya oluvchilar. Bu guruh juda nozik
Chunki ayrim pensionerlarning hisoblangan pensiyasi juda past bo'ladi. Davlat esa minimal kafolat miqdorini belgilaydi. Agar eng kam pensiya oshirilsa, past pensiya oluvchilar uchun o'sish sezilarli bo'lishi mumkin. Masalan, bir pensioner ilgari 800 ming so'm atrofida olgan bo'lsa, minimal miqdor oshgani sababli uning pensiyasi avtomatik tarzda yangi minimal darajaga yetkazilishi mumkin. Biroq agar boshqa bir pensioner allaqachon yuqoriroq, masalan 2 million 500 ming so'm olayotgan bo'lsa, uning o'sishi foizli indeksatsiya asosida bo'lishi mumkin va natija boshqacha chiqadi. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ham farqlar bor. Nogironlik guruhi, nogironlik sababi ish staji bor yo'qligi, mehnat jarohati yoki umumiy kasallik bo'yicha tayinlanganligi ahamiyatga ega. Birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxsning to'lovi, ikkinchi guruh yoki uchinchi guruh to'lovidan farq qilishi mumkin. Agar qaror barcha pensiyalarni oshirishni nazarda tutsa, nogironlik pensiyasi ham o'sishi kerak. Lekin ijtimoiy nafaqa bilan pensiya o'rtasidagi farqni ham bilish zarur. Ba'zi odamlar men pensiya olaman deydi. Lekin hujjatda u ijtimoiy nafaqa bo'lishi mumkin. Bu esa qayta hisoblash tartibiga ta'sir qiladi. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi oilalar. Masalan, ota vafot etgan, farzandlar voyaga yetmagan. Ular nomidan pensiya olmoqda. Bunday holatda oshirish farzandlar soniga, ulushlarga, tayinlangan pensiya turiga qarab hisoblanadi. Agar oilada 2 nafar farzand bo'lsa, to'lov bir tartibda. 3 nafar bo'lsa, boshqa tartibda hisoblangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday oilalar yangi to'lov tushganda faqat umumiy summaga emas, har bir oluvchi ulushi to'g'ri ko'rsatilganiga ham e'tibor berish kerak. Ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik men ishlab turib pensiya olaman, menga ham oshadimi deb so'raydi. Odatda pensiya tayinlangan bo'lsa, u oshirishdan chetda qolmasligi kerak. Lekin ishlayotgan pensionerlarda ayrim qayta hisoblash masalalari bo'lishi mumkin. Masalan, pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan davr uchun qo'shimcha stajni hisobga olish tartibi alohida bo'ladi. Hamma holatda ham avtomatik qo'shilib ketavermaydi. Ba'zan ariza kerak bo'ladi, ba'zan belgilangan muddat o'tishi kerak bo'ladi. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar o'z pensiya ishida oxirgi ish davrlari aks etgan etilmaganini tekshirishi maqsadga muvofiq. Endi kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, kartangiz faol bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz tizimda yangilangan bo'lsa, bank hisobingiz bloklanmagan bo'lsa, odatda oshirish avtomatik amalga oshadi. Sizga har safar alohida yugurish shart emas. Lekin tekshirish, solishtirish va hujjatlarni tartibga keltirish hech qachon zarar qilmaydi. Endi men juda muhim nozik jihatlarni aytaman. Chunki aynan shu joylarda odamlar ko'p xato qiladi. Birinchi nozik nuqta. Barchaga oshiriladi degani, barchaga bir xil pul qo'shiladi degani emas. Bu eng ko'p uchraydigan tushunmovchilik. Masalan, agar oshirish foizda bo'lsa, 1 million so'm oladigan odamga 7 ming so'm qo'shilishi mumkin. 3 million so'm oladigan odamga esa 300 ming so'm qo'shilishi mumkin. Odamlar buni ko'rib, nega unga ko'proq qo'shildi deb norozilik bildiradi. Sabab oddiy baza summasi boshqacha. Agar qaror qat'iy miqdorda qo'shimcha belgilasa, unda natija boshqa bo'ladi. Shuning uchun avvalo oshirish mexanizmini bilish kerak. Foizmi, minimal miqdorni ko'tarishmi, bazaviy miqdorni oshirishmi yoki qayta hisoblashmi? Ikkinchi nozik nuqta. Pensiya oshgandan keyin ayrim ijtimoiy yordamlar qayta bog'lanishi mumkin. Masalan, kam ta'minlangan oila sifatida yordam olayotgan xonadonda pensionerning daromadi oshsa, oilaning umumiy daromadi ham oshadi. Bu ayrim nafaqa yoki subsidiyalarga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Men bu yordam darhol bekor bo'ladi demayapman, lekin daromad mezonlari bor joyda har qanday o'sish hisob-kitobga kiradi. Shuning uchun oilada bir nechta nafaqa. Subsidiya yoki yordam bo'lsa, mahalla yoki tegishli idora orqali aniqlik kiritish kerak. Uchinchi nozik nuqta, bank kartasi bilan bog'liq muammolar. Pensiya oshgan, hisoblangan, lekin kartaga tushmagan bo'lishi mumkin. Sabablar turlicha. Karta muddati tugagan, bank hisob raqami yangilanmagan, karta yo'qolgan, bank tomonidan vaqtincha bloklangan, qarzdorlik bo'yicha undirish qo'yilgan. Agar pensioner bir oy pulini ola olmasa, darhol pensiya jamg'armasini ayblashdan oldin bankdan ham ma'lumot olish kerak. Men ko'p ko'rganman, odam pensiyam tushmadi deydi. Aslida karta muddati tugagan bo'ladi. 4-nozik nuqta, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarning pensiyasidan aliment, sud qarori bo'yicha qarz, kredit yoki boshqa
majburiy undirishlar ushlab qolinishi mumkin. Pensiya oshganda hisoblangan summa ko'payadi. Lekin kartaga tushadigan real summa ushlab qolish sababli kam ko'rinishi mumkin. Masalan, pensionerning pensiyasi 1 million takim 1 ming so'mdan 2 million so'mga oshdi. Lekin unda sudrosi bo'yicha ma'lum foiz ushlab qolinadi. U kartaga qarasa, kutgandan kam tushgan bo'ladi. Bunday paytda pensiya hisoblangan summani va ushlab qolingan miqdorni alohida so'rash kerak. 5-nozik nuqta. Hujjatlardagi ism-familiya farqlari. Ayniqsa eski mehnat daftarchalarida, arxiv ma'lumotlarida, nikohdan keyin familiya o'zgargan ayollarda, pasport almashtirilgan holatlarda bir harf farqi ham muammo chiqarishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida Gulnora yozilgan. Pasportda Gulnora bo'lsa yoki familiyada bitta harf farq qilsa, ayrim davrlar stajga kiritilmay qolishi mumkin. Pensiya oshishi avtomatik bo'lsa ham, umumiy pensiya miqdori avvaldan noto'g'ri shakllangan bo'lsa, inson yillar davomida kam pul olishi mumkin. Shu sababli arxiv va shaxsiy ma'lumotlar mosligini tekshirish juda muhim. 6-nozik nuqta. Chet elda ishlagan davrlar. Ko'plab fuqarolar Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davrlar pensiya stajiga qanday kiritilishi xalqaro shartnomalar, rasmiy to'lovlar, ish beruvchi ma'lumotlari, migratsion holat va boshqa hujjatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Oddiy qilib aytsam, men chetda ishlaganman deyishning o'zi yetarli emas. Rasmiy hujjat, sug'urta badali, mehnat shartnomasi, arxiv ma'lumoti yoki tegishli davlat organidan tasdiq talab qilinishi mumkin. 7-nozik nuqta. Nafaqa va pensiyani adashtirmaslik. O'zbekistonda odamlar kundalik tilda hammasini pensiya deb atashi mumkin. Lekin huquqiy jihatdan yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa. Parvarish nafaqasi kam ta'minlangan oilalarga yordam kabi to'lovlarning har biri alohida tartibga ega. Qaror matnida qaysi to'lovlar oshirilgani aniq ko'rsatiladi. Shuning uchun qo'shnimga oshdi, menga nega oshmadi degan savolga javob topish uchun avvalo siz aynan qaysi turdagi to'lov olishingizni bilishingiz kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Bularni bajarsangiz, o'z haqingizni himoya qilish ancha oson bo'ladi. Birinchi qadam. Oxirgi 3 oylik pensiya tushumlarini tekshiring. Kartangizdan SMS xabarlarni, bank ilovasidagi kirimlarni yoki bankdan olingan ko'chirmalarni ko'ring. Eski oyda qancha tushgan, yangi oyda qancha tushgan, farq bormi? Farq kutilgan darajadami? Shuni yozib qo'ying. Agar siz bank ilovasidan foydalana olmasangiz, farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli yaqinlaringizdan yordam so'rang. Lekin karta parolini hech kimga berib yubormang. Ikkinchi qadam. Pensiya guvohnomasi, pasport yoki ID karta, JSHIR, bank karta ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari va mavjud bo'lsa, nogironlik haqidagi tibbiy ma'lumotnoma hujjatlarini bir joyga yig'ing. Ko'pchilik muammo chiqqanda hujjat qidirib vaqt yo'qotadi. Aslida pensiya bilan bog'liq har bir oilada alohida papka bo'lishi kerak. Unda tayinlash qarori, pensiya miqdori haqidagi ma'lumot, stajni tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi ma'lumotnomalari saqlanishi kerak. 3-qadam. Agar pensiya oshmagan bo'lsa yoki siz tushgan summadan shubhalansangiz, hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaat og'zaki bo'lishi mumkin. Lekin men doim yozma ariza berishni maslahat beraman. Chunki yozma ariza ro'yxatdan o'tadi. Unga javob berish majburiy bo'ladi. Arizada oddiy qilib yozing. Menga tayinlangan pensiya miqdori va so'nggi oshirishdan keyingi qayta hisob-kitob natijasini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Shuningdek, qaysi sanadan boshlab oshirilgani, qancha farq hisoblangani, kartaga qachon o'tkazilgani haqida ma'lumot so'rashingiz mumkin. 4-qadam. Agar ish stajingiz to'liq kiritilmagan deb o'ylasangiz, arxivga murojaat qiling. Eski korxona mavjud bo'lsa, o'sha korxonadan ishga qabul qilish va ishdan bo'shash buyruqlari, ish haqi ma'lumotlari, lavozim haqidagi ma'lumotlarni so'rang. Korxona tugatilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilinadi. Ayollar uchun familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat ham kerak bo'ladi. 5-qadam. Agar pensiyadan ushlab qolish bo'lsa, majburiy ijro byurosi yoki tegishli sud ijrochisidan qaror nusxasini so'rang. Sizdan nima uchun, qancha miqdorda, qaysi muddatgacha ushlab qolinayotganini bilishga haqlisiz. Ba'zan qarz yopilgan bo'ladi. Lekin tizimda ushlab qolish davom etayotgan holatlar uchraydi. Buni faqat hujjat bilan tekshirish mumkin. 6-qadam. Mahalla orqali olinadigan yordamlar bo'lsa, daromad o'zgarishini to'g'ri ko'rsating. Men bilaman.
Ayrim odamlar pensiyam oshganini aytsam, yordamimni kesib qo'yishadi deb qo'rqadi. Lekin ma'lumot yashirilsa, keyin ortiqcha to'langan summa qaytarib undirilishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l. Hammasini qonuniy ko'rsatish va agar oilaning real holati og'ir bo'lsa, buni qo'shimcha hujjatlar bilan isbotlash. Masalan, dori xarajatlari, nogironlik, parvarishga muhtojlik, ijara xarajati. Qarabsiz qolganlik holatlari hisobga olinishi mumkin. 7-qadam, hech kimga pul berib pensiyangni oshirib beraman degan gaplarga ishonmang. Pensiyani oshirish qaror asosida qonuniy tartibda amalga oshiriladi. Agar sizda qo'shimcha staj yoki hujjat bo'lsa, uni rasmiy taqdim etasiz. Agar kimdir tanishim bor, pul bersangiz tezlashtirib beraman desa, juda ehtiyot bo'ling. Bunday holatlar firibgarlikka olib kelishi mumkin. Sizning asosiy qurolingiz rasmiy ariza, ro'yxat raqami, yozma javob va hujjatlarning nusxasidir. 8-qadam, pensiya miqdorini yiliga kamida bir marta tekshirtiring. Ayniqsa pensiyaga yangi chiqqanlar. Ishlashda davom etayotganlar, arxiv hujjati keyin topilganlar, nogironlik guruhi o'zgarganlar, o'quvchisini yo'qotgan oila tarkibida o'zgarish bo'lganlar buni albatta qilish kerak. Masalan, farzand 18 yoshga to'lsa, o'qishda davom etsa yoki o'qishni tugatsa, bu to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun oilaviy holatdagi o'zgarishlarni vaqtida bildirish muhim. Keling, vaziyatlar yanada tushunarli bo'lishi uchun bir nechta oddiy misolni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Munira opa 6-yoshda yoshga doir pensiya oladi. U oldin 1.400.000 so'm olayotgan edi. Qarordan keyin pensiyasi oshdi va 1.120.000 so'm tushdi. U nega faqat 1.120.000 qo'shildi deb hayron bo'ldi. Tekshirilganda ma'lum bo'ldiki, uning pensiyasi foizli indeksatsiya asosida oshgan. Lekin avvalgi bazasi past bo'lgan. Keyin u mehnat daftarchasidagi 5 yil staj hisobga olinmaganini aniqladi. Arxivdan hujjat olib keldi va qayta hisoblashga ariza berdi. Natijada uning pensiyasi faqat umumiy oshirish bilan emas, staj qo'shilishi hisobiga ham ko'payishi mumkin bo'ldi. Bu misol nimani ko'rsatadi? Faqat yangi qarorni kutish yetarli emas, shaxsiy pensiya ishi ham to'g'ri bo'lishi kerak. Ikkinchi misol. Sobir aka pensiyasi 2.800.000 so'm edi. Oshirishdan keyin hisob bo'yicha 3 milliondan oshishi kerak edi, lekin kartaga kam tushdi. U pensiya jamg'armasiga bordi, u yerda pensiya to'liq hisoblanganini aytishdi. Bankdan tekshirganda esa kredit qarzdorligi bo'yicha avtomatik ushlab qolish borligi ma'lum bo'ldi. Demak, muammo pensiya oshmaganda emas, kartaga kelguncha ushlab qolishda ekan. Shuning uchun har doim hisoblangan pensiya bilan qo'lga tushgan pulni farqlash kerak. Uchinchi misol. Dilshodning otasi vafot etgan, 2 nafar voyaga yetmagan farzand bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Qarordan keyin ona kartaga tushgan summani tekshirdi va farq juda kichik ekanini ko'rdi. Murojaatdan keyin oila tarkibi haqidagi ma'lumot eski qolib ketgani aniqlandi. Hujjatlar yangilangach to'lov qayta ko'rib chiqildi. Bu misolda eng muhim saboq bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalarda farzandlarning yoshi, o'qish holati, hujjatlarning amal qilishi alohida ahamiyatga ega. 4-misol. Ishlayotgan pensioner Komil aka pensiyaga chiqqandan keyin yana 3 yil ishladi. U mana hamma pensiyasi oshyapti, mening keyingi stajim ham avtomatik qo'shiladi deb o'yladi. Lekin bunday holatda qo'shimcha ishlagan davrni hisobga olish uchun alohida tartib va hujjat talab qilinishi mumkin. U ish joyidan ma'lumot oldi, ariza berdi va o'z pensiyasini qayta ko'rib chiqishga erishdi. Demak, ishlayotgan pensionerlar ham faqat avtomatik oshirishga tayanib qolmasligi kerak. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuning eng asosiy mazmuni shuki, pensiyani oshirish bo'yicha qaror qabul qilingan bo'lsa, bu juda muhim va ijobiy yangilik. Lekin har bir pensioner o'z holatini alohida tekshirish kerak. Barchaga oshiriladi degani hamma bir xil summa oladi degani emas. Pensiya miqdori ish staji oldingi daromad pensiya turi. Minimal kafolat. Hujjatlar to'g'riligi va ushlab qolishlariga bog'liq. Men sizga tavsiya qilaman. Yangi tushgan summani eski summa bilan solishtiring. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Shubha bo'lsa yozma ariza bering. Bank kartangizni tekshiring. Stajingiz to'liq kiritilganini aniqlang. Eng muhimi, o'z haqingizni bilishdan uyalmang. Pensiya bu sadaqa emas, bu insonning yillar davomida qilgan mehnati, to'lagan badallari va qonuniy huquqidir. Agar sizda pensiya oshishi bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi turdagi pensiya olasiz? Oldin qancha edi? Hozir qancha tushdi? Qaysi muammo bor? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni alohida tushuntirib beraman.
Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'plab ota-onalarimizga kerak bo'lishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani yoqing va yangi qarorlar, pensiya, nafaqa hamda ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib bilib boring.